Assalomu alaykum, hurmatli aziz kuzatuvchilar. Men o'zim tabiatni juda ham yaxshi ko'raman, shuning uchun doim tabiatdan video olishga, foto olishga, ya'ni rasm olishga harakat qilaman, Instagram rasmlarni. Mana bugun bitta joyda yana yo'l-yo'lakay kirdik, mana tushdik. Bitta ko'rasizmi? Sharsharani ovozini, ya'ni suvlarning ovozini eshitsa, qushlarning ovozini eshitsa ham odamda motivatsiya bo'ladi. Meditatsiya degan davolash uslubi bor, ya'ni shovqinlarni, tabiat shovqinlari, yoqadigan shovqinlar hisoblanadi bu. O'shani mazza qilib eshitgan odam ham demak davolanar ekan, tinchlanadi, uyqusi yaxshilanadi, asabi tinchlanadi. Har bir kasallikka menimcha bu bunaqa shovqin foydali shovqinlar nima deydi, shifo bo'la oladi. Hozir sekin mana suvni oldiga borib, mana ovozni eshitaman, qarab turing, sokinligini qarang. Ayniqsa kechki paytda buni eshitadigan bo'lsak, eshitib mazza qilasiz. Sal kun botish yaqinlashayotgan paytda bo'lsa, juda ham yaxshiroq bo'ladi menimcha. Shimollarni katta qilib olamiz, mana qarang. Bular ham nima deydi? Ovqatlarini tashish bilan band bo'ladigan. Bu yerda dona lola qizg'aldoq ko'rib qoldim mana shu suvning bo'yida. Yana chumolini, mehnatkashligini, mehnat qilsang rohat ko'rasan deydi-ku shunaqa. Hozir ham ko'rsatdim chumolini. Bu yoqda esa